Qizlar, o'zi bu partiya qilish menga qatlam yemga urib qo'ygan. Birinchi partiyani nimaga qilganman? Tug'ilgan kunimni qilganimda Yakkasaroyda juda ham ko'p podpischiklarim tug'ilgan kuningizga bilet soting, biz ham boraylik degan. Iye deganman. Tug'ilgan kunga bilet sotiladimi deganimda, ha, ko'pchilik dedi, bilet sotadi tug'ilgan kuniga deyishgan. Lekin ertaga menga gap so'z kerak emas. Podpischilardan pul yig'ib olibdi. O'shaning uchun artistlar chaqirganda, o'shaning uchun Yakkasaroyda qildi degan gap bo'lmasin dedim-da. Tug'ilgan kunimga bilet sotganim yo'q. O'zimni 120 kishi mehmonimni chaqirib o'tkazdim. Lekin pechenkalarim uchun bayram qilaman, yig'aman deb niyat qilib 14 kundan keyin 250 kishilik pechenkalarim uchun partiya qildim. To'g'ri, blogerlar ham keldi. Hamma puliga bilet olib keldi, meni poddeshka qilib rahmat. Lekin pechenka partiya bo'lgan. O pechenkalarim uchun qilingan o'zi partiya.